O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tuman miqyosida ijtimoiy profilaktika haftaligi tadbirlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda. 2026-yilda birinchi qarorlari jinoyatni oldini olish, ariqlarni tozalash va mehnat qiladigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, hamma narsani hisobladi. Mazkur haftalik doirasida Quva tuman hokimi Halimjon Umarov, tuman prokurori Sanjarbek Aminjonov, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Farruhbek Usarov ishtirokida Mo'ydin Hasanov mahallasida uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda mahalla yettiligi a'zolari, sohaviy tashkilotlar va mas'ul rahbarlar qatnashdi. Uchrashuv davomida mahallada jinoyatchilikning oldini olish, huquqbuzarliklarga qarshi samarali profilaktik choralarni kuchaytirish, aholi o'rtasida qonuniylik va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ijtimoiy muammolarni barvaqt aniqlash va ularni manzilli hal etish, yoshlar va xotin-qizlar bilan ishlash, nazoratsiz qolgan oilalar holatini o'rganish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Mas'ul rahbarlar tomonidan har bir masalani mahallabay va xonadonbay tartibda o'rganib, amaliy choralar ko'rish, profilaktika ishlarini muvofiqlashtirgan holda olib borish muhimligi ta'kidlandi. Uchrashuv yakunida mahallada xavfsiz muhitni yaratish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan ishlar bo'yicha o'zaro kelishuvga erishildi.